Ishoning, biz beradigan taklifni ancha-muncha odam bera olmaydi. Sergeli yangi hayot 5A 24 soat ishlaydigan ko'cha. Mana keng kirib kelishlari bilan yo'lda domni tagida. Atrof hamma joy dom. Oziq-ovqat do'kon sotgani kelganmiz. Shara-bara qilib hisoblaganimizda do'konga 70 milliondan oshiq tovar turibdi. Undan tashqari mana morozinlik sizga qoladi. Parfyumeriya deysizlarmi? Podguzniklar, morojnilar, ichkarida sklad bor. Bu tomonda sanuzel. Mana hamma narsa bor. Konditsioner, skladda ham bor. Ikkita konditsioneri bor. 8 ta kamera, televizor, stilajlar to'la yotibdi. Buni fayzini qarang. Mazzaligini qarang. 5900 dollarga baraka qildik. Qo'llarini siltab, kalla qo'yib yurib, foydalanadigan joy topishga muammo bo'lmaydi. Tovarga muammo bo'lmaydi. Litsenziyaga muammo bo'lmaydi. Xizmat olsa, mashattamiz. Assalomu alaykum hammalarga. Shara-bara bolalariga kattakon rahmat. Do'konni 1 soat ichida baraka qildik. Kattakon rahmat, charchamanglar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum Hoji Akbar aka. Mana bugun zakazdan berib yubordik. Xudo xolasa soni ozgina qoldi. 4 kun ichida bir 70 tacha sotib qo'ydik. Shara-baraga rahmat aka. Assalomu alaykum Shara-bara muxlislariga. Kech bo'lishiga qaramasdan haligacha kelishyapti. Masofadan turib 12 viloyatda ham ulag'onmiz. Ofisga kelib ulayotganlar ham juda ham ko'p. Ham bitta podarkalarimiz ham bor. Shara-baraga, Shara-bara muxlislariga kattakon rahmat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Inshaalloh yaxshiman aka, rahmat kattakon. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamaysizmi? Yaxshilarsizlarmi? Aka, baraka topinglar, joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa reklamalardan keyin mana o'sha rezultatlar bor, xudo xolasa. Avvalambor savdo qilish uchun emas, endi odamlar qanaqadir hisobda manfaatli bo'lsin, qanaqadir hisobda foyda ko'rsin degan maqsadda o'zi qo'ydik. Inshaalloh kutgan natijamiz bo'lyapti. Bugungi hozircha shu peshin vaqtigacha bo'lgan zakazlarimizni olib kelib qo'ydik. Hozir kelib bitta olib ketishyapti, xudo xolasa. Inshaalloh yana aloqadamiz. Asosiysi sizlarga katta rahmat. Eng kutgan rezultatim mana shu filtr sohasida har xil sharoitda har xil odamlar borda, ololmayotganlar bor edi. Foydalanishyapti, shunga xursandman.